Hörmətli Şərq Türkistanlıq qeyrindaşlar, Şərq Türkistan xəbər agentlikinin xəbərlər proqramısını görüşünlərni qızğın qarşı alırıq. Tövəndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. 22 dekabr günü Milliy Matam günü. Bu münasibət bilan Şərq Türkistan sürgündü hökuməti və Şərq Türkistan Milliy Uyg'unish Təşkilatı, Şərq Türkistan Parlamenti, Şərq Türkistan Fondi qatarlıq organlar 22 dekabr yakshanba kuni Oqsaroyning oldida soat 1dan 3gacha namoyish elib berishni qaror qildi. 1949 yılı 12. aydan 22. günü Xitoy Xalq Cumhuriyeti Mustaqil Şərq Türkistan Cumhuriyetini ag'dirib tashladi. Bu Şərq Türkistanğa bo'lgan Xitoyning 75 yillik ishg'oliyati, mustamlikasi va Şərq Türkistandagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq qatorliq turkiy xalqlarga qartilgan irqiy qirg'inchiligining boshlanganligidan derak berdi. Xitoyning sistemalik zulmi millionlagan kishilarning hayoti, kulturi va kimligini vayron qildi. Davomlashayotgan bu irqiy qirg'inchilik Şərq Türkistanning mustaqilligini yo'qotishdan kelib chiqqan. Biz bu qatimqi namoyish orqali Amerika hukumatidan Xitoyning Şərq Türkistandagi ishg'oliyati, mustamlikasi va irqiy qirg'inchiligini ayblashni, Şərq Türkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishni, Amerikaning asir qilingan davlatlar qonuni bo'yicha Şərq Türkistanning mustaqilligini asliga keltirish ko'rishini qo'llash talab qilinadi. Baydenning sobiq iqlim ishlariga mas'ul boshlig'i Mayorkasni qul emgakiga munosabatli Xitoy shirkati bilan bo'lgan munosabatni yirgitishga chaqirgan. Kundalik chaqiruvchi xabar to'rining 17 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, Mayorkas uchun tayyorlangan dokladning kirish so'z qismida qo'shin qo'yib berish buyrug'ining ta'siri mollarni tutib qilish va uning iste'molchilar va mablag' solg'uvchilarning quyosh energiyasi mahsulotlari, turlari va kasbiga bo'lgan ishonchisiga ta'sir ko'rsatishni o'z ichiga oladi. Bu kasbning davlatning pokiz energiya nishoniga yetish iqtidoriga ta'sir ko'rsatishdan andish qilinmoqda deyilgan. Ayni vaqtdagi davlatlik klimat maslahatchisi Gena Makkarti hukumat kuzatish tashkiloti bo'lgan ommaning ishonchini qo'g'dash tashkiloti erishgan hujjatlarga asosan 2021 yili Davlat bexatarlik ministrligining kotibi Aleksandr Mayorkas bilan bevosita ko'rishib, uningdan qul emgakiga aloqador Xitoy quyosh energiyasi shirkati bilan bo'lgan munosabatni nacharlashtirishni talab qilgan. Qo'shin kirmini sanoati va uning tarmoqlari Uyg'urlarni majburiy emgakka selishning oldini olish qonuniga xiloflik qilganlikdan Davlat bexatarlik ministrligi tomonidan majburiy emgak orqali mahsulot ishlab chiqarilgan o'rin qatoriga kirgizilgan. Xitoy bilan uzoq muddatlik tinchlikning birdan-bir tanlashi birlikka kelgan Tibetni mustaqil davlat deb e'tirof qilish deyildi. Hindiston vaqti xabar to'rining 11 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, Tibet surgundi hukumatining vaqtliq boshlig'i Markaziy Tibet hukumatining bexatarlik ministri Dolma Gyari seshanba kuni agar ikki taraf oldi bilan millionlab tibetlarning mavjudligi va erkinligini asliga keltirishdan kafolati bo'lgan Ahan Tibet masalasini hal qilmay, Xitoy Hindiston chegara masalasini tinch hal qilish suhbati ko'zlagan nishonga yetolmaydi. Xitoy bilan uzoq muddatlik tinchlikning birdan-bir tanlashi birlikka kelgan Tibetni mustaqil davlat deb e'tirof qilish. 1914-yildagi Shimla kelishimida Tibet Hindiston bilan Arunachalni Hindistonning bir qismi sifatida qabul qilgan. Chegara to'qinishini hal qilish uchun Xitoy Tibetni mustaqil davlat deb e'tirof qilish kerak degan. Tibet surgundi hukumatining vaqtliq boshlig'ining bu so'zi axborot vakili o'miki bilan shaxsiy fikr almashtirish jarayonida o'tirg'a qo'yilgan bo'lib, u Tibet masalasining Hindiston bilan Xitoy o'rtasidagi talash-tartishdagi barliq dialoglarning markaziy ekanligini ta'kidlagan. Seshanba kuni u Yangi Zelandiya va Fijidan kelgan vakillar umikini kutib olish orqali Dalay Lamaga Nobel tinchlik mukofoti tarqatilganligining 35 yilligini tabriklagan. Sobiq ittifoq ministri Suresh Prabhu alayda mehmon bo'lib, Xitoyning ishg'ol qilingan rayonlardagi kishilik huquq dafsanchiligini tanqid qilgan. Gyari Markaziy Tibet hukumati Arunachal Pradesh va Xitoy talash-tartish qilayotgan boshqa rayonlarning hammasining Hindistonning ayrilmas bir qismi deb qaraydi degan. Va Tibet masalasining bosh ministri Modi davrida hal bo'lganligiga ishonganligini bildirib, Hindiston to'g'ri yo'lga qarab mengayotdi. Bugungi Janubiy rayon ularning 10 yil ilgari qilganlarini hozir texim yaxshi tushunadi degan. Ibn Sina mundaq bir mashhur tajriba ishlaydi. U ikki sog'lom qo'yni ayrim-ayrim ikki qo'tonga so'laydi. Ularga yaqin qilib yana bir qo'tonga bir bo'rini so'laydi. Bu ikki qo'yning faqat birila bu bo'rini ko'ra oladi. Bu ikki qo'yga o'xshash yem-xashak beriladi. Ularning eg'irligimi dastlabida o'xshash keladi. Ammo bir necha oy o'tgandan keyin bo'rini ko'rib turadigan qo'y oromsizlashadi, og'riqlab ketadi. Tadrijiy ojizlashadi va kun sayin zaiflashadi. Bu qo'y uzun muddatlik stress ostida qoladi va har qanday idroklangan xatarga uchrab turadi. Shunday qilib u oxiri o'lib ketadi.
Əməliyyatda böre onunğa hech qandaq təhdid solmaydı, amma qo'y buni tushunmaydi. Bu təcrübə adamni hayron qoldiradigan natijaga erishidi. Bo'libmi, ming yillar ilgari Ibn Sino uzun muddatlik stress bilan qo'rqinchning jonliqning metabolizmiga qanchalik salbiy ta'sir ko'rsatganligini bayqaydi. Uning bu tajribasi bizga hali ham ahamiyatli. O'zining dushmanidan har vaqt qo'rqib yashash odamni bosh oxiri chiqmas stressga soladi. Tenini zaiflashtirdi, metabolizmni qalayimqonlashtirdi va zehnini kordan chiqardi. Qo'rqinchoq odam uchun dushmanining yoki ko'rib turayotgan tahdidining o'zila emas, balki uning soyasimi u qadar qo'rqinchli bilinadi. Qo'rqqan sari hamma narsa ko'ziga qo'sh ko'rinib, ichidan tugishib ketadi. Tahdid hamma yerda bor. Gap uningga qandoq taqobil turishni bilishda. Ko'p hollarda dushmaniga nafratlanish va uni mansitmaslik, ammo tayyorlikda bo'lish uning qo'rqinchni pasaytirishga va stressni azaytishga foydali. Yana biri tahdidga tahdid qaytara olish psixik tangqinlikni saqlashda muhim. Kallaga o'rnashib olgan dushman obrazi ba'zida sirtdagi haqiqiy dushmandan vayron qilg'ich bo'ladi. O vaqtda bu jonliqning dushmani ikki bo'ladi. Biri sirtdagi dushman, yana biri uning kalladagi surlik obrazini to'xtamasdan ayon qilib, o'zini qo'rqitib turgan va dushmaniga qo'rqitib bergan kalla. Sharq Turkiston surgundi hukumatining Cumhur raisi doktor Mantiman A'la afandining yozmalaridan elindi. Bizga vaqt ayirganingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat. Kelar qatimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.